Şeytan mullasiga radiya. Abduri Haqyar. O'xshamaydi mullaga so'zi va ya turqi. Gaplaridan big' so'rar kufri nifoq urqi. Sökər jilbab hijabni kafir bilan ishi yo'q. Kirmiganmish diliga iman islom yo'ruqi. Anga hamroh har qachon usul naqshana mahram. Qara rangda chumkelgan hatto Baytulloh haram. Şeytani davasini to'solmagan kabimu Qur'on sunnat burmalash kasbtur anga hardam. Xitoymi yo Yaponmu deb qoladi ko'rganlar. La'nat o'qar so'ziga din g'imida yurganlar. Katta alim alloma deb atishar akscha iman islomga o'gay ayshi ishrat surganlar. Tavhid sunnat daviti kelmaydi xiyoliga. Shundaq bo'lg'ach hech alim olmaganken araga. Nada haram lag'vi bar kang yayidu shu haman. Shunga bekla yaragan şeytan atliq yaraga. Xitoydekla ba'ayni la'nat o'qar hijabqa. Yalang'ashni pasiqni da'vat qilmas jilbabqa. Agar yursa kimsandek 10-15 yil Makkada, buzuq qalbi o'ngshulub kelar idi insabqa. Axloqsiz ham shumniyat ziyolidur ulpiti. İman nuridan naqis yo'q mullaliq sulkiti. Din to'nig'i o'rinib ziyon salsa kimdinga, qiyomatda xar bo'lib cheksiz ashar kulpiti. Qara hijab jilbabni kiygan sahoba ana. Mulli bo'lsang bir ichib sahih hadisga qara. Düşman qaralab harmidi, senmi bo'lding tankashchi. Terrorchi deb xalqingni qilma dilini yara. Alim desang o'zingni mang rasulning yo'lida. Setib dinni az pulga bo'lma dunyo ko'yida. Sangamu ham o'lim bar azg'un zindiq bo'lmag'in. Barcha ahli ilmlar dinni tiklash o'yida.